alaykum. Aziz futbol ishqibozlari, assalomu alaykum. Mana shu tadbir qatnashchilari, futbolni jondan sevuvchi akalar va ukalar. Haqiqatan ham oxirgi paytda mamlakatimizda futbolga berilayotgan e'tibor juda ham katta bo'lyapti. Hurmatli prezidentimiz tomonidan chiqarilayotgan qarorlar ommaviy futbolga, bolalar futboliga va umuman futboldagi rivojlanishda o'z aksini topyapti. Mana O'zbekiston milliy terma jamoasining o'sha jahon chempionatiga chiqishi, olimpiya terma jamoalarimizning qo'lga kiritayotgan natijalari, 17 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi musobaqalardagi mana shu yoshlarimizning ishtiroki, umuman barcha jabhada prezidentimiz tomonidan chiqarilayotgan qarorlar o'z aksini topyapti. Va shu bilan birgalikda futbolni sevuvchi rahbarlarimiz o'zlarining futbolga bo'lgan munosabati bilan mana ommaviy futbolga ham juda katta hissa qo'shib kelishyapti. Alfraganus universiteti tomonidan professor o'qituvchilar orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish maqsadida mana shu yilning 22-noyabr kunidan boshlab 13-dekabr kunlarigacha Toshkent shahrida faoliyat yurituvchi oliy ta'lim muassasalarining professor o'qituvchilaridan tashkil topgan 50+ faxriylar futbol jamoalari orasida Alfraganus universiteti rektori kubogi musobaqasining ochilish marosimida sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Mana shunday rahbarlarimiz, futbolni sevuvchi rahbarlarimiz ko'p bo'lsa, demak O'zbekistonda futbol rivoji davom etaveradi. Shu munosabat bilan mazkur turnirni ochib berish uchun so'z navbatini Alfraganus universiteti rektori, iqtisodiy fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent Ismoilov Azizbek Ro'zimuhammatovichga beramiz. Assalomu alaykum. Katta rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli faxriylar, hurmatli mehmonlar. Mana bugungi tadbirimizga xush kelibsizlar. Mana bugun nima deydi? Bir yangi musobaqaniga start berish arafasida turibmiz. Bu boshlanishi bo'ladi. Bugun tamal toshini qo'yamiz va bu yillar davomida ko'chma kubok sifatida inshaalloh boramiz. Mana bugun jamoalarni ko'rib xursand bo'lib turibman. Biz Alfraganus universitetiga futbol begona emas, ko'pchiliklarini mana taniyman, birga maydonlarda to'p surganmiz. Shunday bo'lsa-da, mana Alfraganus universiteti haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Alfraganus universiteti 2022-yil tashkil etilgan bo'lib, hozirgi kunda 50 ga yaqin yo'nalishlari bor va 26,5 mingta talabalar tahsil olmoqda. 8 ta fakultetimiz bor. Mana shu fakultetlar qatorida sport fakulteti ham mavjud va sport fakultetida futbol yo'nalishi bor. Mana shu futbol yo'nalishini targ'ibotini davom ettirish sifatida 50+ faxriylar o'rtasida Alfraganus universiteti rektori kubogini tashkil etmoqdamiz. Mana bugun tamal toshi qo'yish arafasidamiz. Barcha jamoalarga omad tilab qolaman. O'ylaymanki, sifatli va mazmunli futbol ko'ramiz va faqat nima deydi, kuchli g'alaba qozonishi tarafdoriman va bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Mana shu musobaqani tashkilotchisi biz bo'lsak-da, lekin asosiy g'oya muallifi va tashabbuskori bor. Bu sizlar safiylarda Alfraganus universitetining rektori maslahatchisi Nurmuhammad aka hisoblanadi. Nurmuhammad aka, sizga kattakon rahmat. Va yana shu o'rinda shuni aytmoqchimanki, mana bizga ustozlik qilib futbolga bo'lgan qiziqishimizni orttirgan universitetimizning professori bor. Mana shularga agar ruxsat bersanglar, reglamentdan chiqib so'z bersam, ustozimiz Farmonqul Tursunqulov, marhamat. Rahmat katta, assalomu alaykum yana bir bor. Do'stlar, juda ham xursandman. Mana shu hozirgi davrda mana shuni sog'lom turmush tarzi deymiz. Endi mubolag'asi aytishimiz mumkin, oldingi paytdagi choyxonalar yo'q hozir. Bir bor o'zing tengdoshlaring bilan o'tirib, bir dardingni nima qilib chiqaradigan shu ma'noda, balki mana shu ma'lum bir yoshga yetgandan keyin insonlar o'ziga, ko'ngliga bir qiziqishi yaqin tengdoshlari bilan mana shunday o'yin asnosida bir-birimiz bilan birga bo'ladigan bo'lsak, menimcha juda ham bir ulug' narsa. Balki kimdir buni idrok etar, kimdir idrok etmas. Men shaxsan o'zim juda ham xursandman mana shunday insonlar birgalikda doimo do'stona bir yaxshi munosabatda shunday tadbirlar o'tkazuvchi. Hozirgi aytgandek, avvalambor Alloh bardavom qilgan bo'lsin. Mana shunday o'yinlar ko'p bo'lsin. Mazmun kiritib hayotimizga bir yaxshi mazmun kiritishiga ishonch bildirib qolamiz. Alloh hammamizga sog'likda, salomatlikda
bir-birimizga mehrli bo'lib, munosabatda yaxshi, hurmatli munosabatda chiroyli o'yinlarni kutib qolamiz. Katta rahmat. So'zim so'ngida shuni aytmoqchiman. Mana sizlarni ko'rib havas qilib turibmiz. Avvalambor sizlarni yoshlarga yetish bizga nasib qilsin va sizlarni yoshliklarda mana shunday maydonda sog'lom bo'lib futbol o'ynash bizga ham nasib qilsin. Hamma jamoaga omad tilab qolaman. Mana shu bugungi musobaqamiz ochiq deb e'lon qilaman. Salomat bo'linglar. Rahmat. Rahmat, sizga ham juda katta rahmat, chunki Alfraganus universiteti rektori sifatida mana shuncha 50 yoshdan oshgan insonlarni sportga jalb qilish, sog'lom turmush tarziga e'tibor qilish, bu haqiqatan ham juda ham xursand bo'ldim eshitib. Bu anchadan beri mana rektor sifatida juda ko'pchilikka o'zlarini yordamlarini berib, futbolga bo'lgan mehr oqibatlarini shunchalik ko'rsatib kelyaptilar. Men hamma nomidan, mana shu yerda hozir gapiradiganlar ko'p, lekin mana shu akalarimiz nomidan yana bir bor sizga rahmat aytib qo'yamiz. Va do'stlar, endi O'zbekiston davlati madhiyasi yangraydi, birgalikda eshitamiz. Rektori kubogi ochiq deb e'lon qilinadi. Barcha ishtirokchilarga omad tilaymiz. Faxriylarimizga yana bir bor omad tilab qolaman. Alfraganus universiteti rektori kubogi musobaqasini faxriy, ushbu universitetning faxriy professorlari ochib berishadi. Hozir salomlashib olishni marhamat. Yunusobodda komandasiga Alfraganus komandasidan alangali. Alfraganus jamoasiga jamoasidan alangali. Do'stona vaziyatda o'yin boshlanishi turgan gap. Men esa yana bir bor eslatib o'taman. Hozir jamoalar kichik qur'a tashlashdan so'ng maydonning qaysi tarafida o'yinni boshlash kerakligiga oydinlik kiritib olishadi. Birinchi musobaqa o'ylaymizki an'anaviy bo'lib qoladi. Hamma hayajonda, hamma tayyor. Do'stlar, endi esa men mana shu yashil maydon markaziga Alfraganus universiteti faxriy professorlari Farmonqul aka va Ahad aka hamziy ishlarini taklif etib qolamiz. Ramziy sifatida o'yinni boshlab berishadi. Kelinglar. Xo'p, to'pni maydon markaziga qo'yamiz va albatta hozir o'yinni boshlab berishadi. Alfraganus universiteti faxriy professorlari Farmonqul aka hamda Ahad aka hamziy ishlar.
Qansak chaladi. Rahmat. Demak, Alfraganov universiteti rektori kubogi shu bilan boshlanadi. Şaşmasın ha. Yok, Rasulullah. Rasul yok bak. Bak yok. Bak yok. Yani bol bak yok. Şöyle geçin bak. Hadi gari. Al. Ulan. Robi! Koptayı kopsunmayın. Yürü bakalım buraya, yürü. Hayır orada. Takas. Yürü bak yok. Tabii. Hayır. Tabii geçin. Alfraganov tomonidan uyushtirilgan xavfli hujum besamar yakunlandi. Zarba ancha noaniq, bir oz noaniq. Boyinglar bo'shatdi bos. Lobi! Asılıp bir doğulayı! Lobi! Asılıp değil, hadi tohtat doğru, bir çıkan orması. Böyle. Join geçiş!
Bakıyor, bakıyor. Bakıyor, joyine bak. Gel bana. Sen joyine bak. Joyine. Sen bakıyor. Topla, kamen, meydan kapı. Dur basıyor. Al oğlum ya. Hadi. Hadi gel. Hadi gel. Çak çak. Hadi gel. Gel bak gel. Alfraganus tashabbusni o'z tomoniga og'diryapti. Yana bir xavfli hujum. Bor joyingga sal. Yapış! Bahtiyar yürü, koy var, Zafer koy var. Yürü, yürü. Devam çık, devam çık. Gel bak, Bahtiyar. Joy'a teşekkür etme. Yürü, tez. Kaşım, gel, Bahtiyar. Bak.
Zor, zor, zor. Yana bitta vaziyat to'pga sovurildi. Alfraganus ketma-ket hujumlar tashkil etmoqda. 4-chi vaziyat ham foydalanilmadi. Zor, 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 zor. Yana bir hujum, yana noaniq zarba. Sobit, qana qo'ying, yaxshi. 5-chi raund. Atrof. May. Ha, hali. Old Traffordda o'yin davom etyapti. Burchak zarbasi. Yunusobod jamoasida hozir yaxshi imkoniyat bo'ladi. Diqqat qilamiz.
Birinchi bo'limning yarmi o'tib ketdi. Hisob hamon 0-0. 15 daqiqa o'tib ketdi. Yana bir zarba, yana biroz nom. To'p darvoza to'sini yuqoridan o'tib ketyapti. O'yin qoidasi buzildi. Demak, diqqat qilamiz. Alpraganos jamoasida yaxshi imkoniyat. Zarba. Valentina bag'da o'tdinglar. Bag'ragas kickbox, davay. Nima kerak? Kickbox chaqirlar, kickbox kimmi? Turizm ustozi. Yunusobod jamoasi ham ancha jonlanib qoldi.
Uchrashuvning 22-daqiqasi o'tib boryapti. Hisob hamon 0-0. Yana 8 daqiqacha vaqt bor. Etdimi, etdi. Zo'r. Yana bir hujum. Zarba. Non. Alfraganus jamoasida o'yinchi almashmoqda. Birinchi bo'lim. Batır. Yana bir imkoniyat va burchak zarbasi. Yana bitta vaziyat. Yunusobod jamoasi tarkibida yana o'yinchi almashmoqda. Burchak zarbasi, diqqat qilamiz.
Yana burchak zarbasi. Asker hocam. Kravat ya. Hoş geldin. Oyun kaydası buzuldu. Burchak zarbasi. Birinchi bo'limning oxirgi marralari o'tib boryapti. Va aynan shu paytda Uchashuv hakami birinchi bo'limga yakun yasab berdi. Altraganov va Yunusobod jamoalari o'rtasidagi bahsda birinchi bo'limdan so'ng hisob 0-0. Tanaffus.